Assalomu alaykum barchaga. Xo'p, bugun navbatdagi darsimiz 44-dars. Ko'p hadlar mavzusi ko'rib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. Ko'p hadlar o'zi nima? Ko'p hadlar mavzusida qanday amallarni bajarsak bo'ladi? Ko'p had darajasi, bir had darajasi, koeffitsiyentlar yig'indisini topish. Hammasini bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz mavzuda. Xo'p, demak, ko'p hadlar 7-sinf darslik kitobda berilgan, faqat qisqa berilgan, ya'ni bir nechta bir hadning algebrik yig'indisi ko'p had deyiladi. Va shunga doir bir ikkita ko'p hadlarni soddalashtirishga doir va ba'zi holatlarda ko'p had darajasiga oid ham misol berilgan. Lekin o'zi ko'p had bo'lish uchun nima bo'lishi kerak, bu haqida hech qanaqa shartlar aytilmagan, ya'ni hech qanaqa misollar berilmagan. Kelinglar, demak, ko'p hadlar mavzusida bugun nimalarni ko'rib o'tamiz? Reja tuzib olaylik. Demak, ko'p hadlar mavzusida bugun bir hadlari o'zini ko'rib o'tamiz. Bir hadlarni. Xo'p, keyingisi bir had va ko'p had darajasi. Bir had va ko'p had darajasi. Ko'p had darajasi. Xo'p, undan keyin ko'radiganimiz kechirasizlar. Xo'p, undan keyingi narsa bizlarda bir had va ko'p had darajasi. Xo'p, koeffitsiyentlar yig'indisi, ko'p hadning koeffitsiyentlar yig'indisi. Koeffitsiyentlar yig'indisi. Xo'p. Demak, koeffitsiyentlar yig'indisi, ozod hadi, hammasini birgalikda ko'ramiz. Xo'p, oxirida ko'p hadlarni bo'lish. Ko'p hadlarni bo'lish. Bunga doir misollar ko'ramiz. Demak, ko'p hadlar mavzusi asosan shundan iborat. Bizlarda bugun ko'rishimiz kerak bo'lgan narsalar asosan IDC kitobiga oid misollari ko'ryapmiz. Endi o'shanda to'liq berilgan. Sizda hech qanday qiyinchilik qolmaydi, mana shu videoni ko'rib olsangiz. Xo'p, darsni boshlaymiz. Demak, bir hadlardan boshlaymiz darsimizni. Ya'ni bir hadlar. O'zi bir had nima? Bir had bu son va harfdan tuzilgan algebrik ifoda bir had deyiladi. Lekin hamma ifoda ham bir had bo'lavermaydi. Ya'ni masalan 3a kvadrat b. Demak, a va b ni darajasida natural son bo'lishi kerak. Demak, asosiy xossa darajada natural son bo'lishi kerak ekan. Bir had bo'lish uchun darajada natural son bo'lishi kerak. Kasr bo'lishi yoki kasr bo'lishi yoki manfiy son bo'lishi bu bir hadni ifodalamaydi. Keyin 4 ta misol yozaylik. Birinchi misol x kvadrat y. Ikkinchi misol. Xo'p, x ni minus birinchisi y kub. Uchinchi misol y ildizosida x va to'rtinchi misol 2yz taqsim x kvadrat. Demak, shu ifodalardan qaysi biri bir had deyilgan? Demak, birinchi ifodani ko'ramiz, x kvadrat y. Demak, x ning darajasida 2, y ning darajasida 1. Bu bizlarda bir hadga misol bo'la oladi. Xo'p, keyingi misol x ni minus birinchisi y kub. E'tibor bersangizlar, darajada mana minus 1 bor, belgilab ko'rsataman, minus 1. Minus 1 bo'lganligi uchun bu bir had bo'la olmaydi. Yuqorida aytdim, darajada natural son bo'lishi kerak. Minus 1 natural emas. Ya'ni darajasi bizlarda nima bo'lyapti? Butun minus 1, ya'ni manfiy son bo'lyapti. Bu bizlarda nimani beradi? O'sha bir had degan ifodani bermaydi. Bu algebrik kasr bo'lib qoladi. Xo'p, keyingisi 3-holat. Xo'p, bizlarda demak bu bo'lmaydi ekan, x qilib qo'yaman. Xo'p, keyingisi y ildizosida x. Demak, y ildizosida x da ham bu yerda x ildizosida x degani aslida y va x ni 1 taqsim 2 degani. Bilasizlar, ildizosida x ni 1 taqsim 2. Bizlarda x ham 1 taqsim 2 natural bo'lmagani uchun bu ifodamiz ham bir had bo'la olmaydi. Xo'p, oxirgi misol 2yz taqsim x kvadrat. Buni ham bir had emasligini bitta amal bilan ko'rsatib beraman. 2yz
va x kvadratni x'i minus ikkinchisi yozaman. Chunki yuqoriga chiqqanda daraja minus bo'lib chiqadi. Bu yerda demak minus 2 borligi uchun bu ham bir xat bo'la olmaydi. Ya'ni bizga berilgan 4 ta ifodadan bir xatni aniqlang degan misol keladigan bo'lsa, x kvadrat y. Oldda masalan son bo'lsa ham bu ham bir xat bo'laveradi. Masalan sonni minus darajasi bo'lsa ham bir xat bo'laveradi. Harfni minus darajasi yoki butun darajasi bo'lmasligi kerak. Xo'p, keyingi misolni ko'ramiz. Demak, bizlarda misol bu qanaqa misol? Masalan, x ni 5 minus n-chisi. Ifoda bir xat bo'lishi uchun n ning qiymatlari qanday bo'lishi kerak? Ya'ni ifoda bir xat bo'lishi uchun qanaqa n lar bo'lishi kerak deyapti bizlarda. Bu yerda n larni aniqlab olishimiz kerak. Xo'p, n ni o'rniga qanday sonlarni qo'ysak, bizlarda bir xat bo'ladi degan misol deb qarasak ham bo'ladi bunga. Ya'ni n ni o'rnida xo'p, yuqorida boya aytdim, daraja butun natural bo'lishi kerak. Natural bo'lishi uchun nima bo'lardi? Natural bo'lishi uchun bizlarda demak, x ni 5 minus n-chisi 0 bo'lsa ham bo'laveradi. Xo'p, demak, x ni demak 5 minus n ni katta yoki teng 0 deb olaman. Tengsizlik qilib ichadigan bo'lsam, n nima bo'ladi? Kichik yoki teng 5. Demak, bu bo'lishi mumkin. 5, 4, 3, 2, 1 bo'lishi mumkin. Xo'p, n ni naturallarni so'ragan. Endi manfiy ham bo'ladi. Bizlardan natural bo'ladigan n larni ayting deyapti. Demak, natural bo'ladigan n lar bizlarda nima bo'lyapti? 5, 4, 3, 2, 1. Chunki n ning natural qiymatlarini so'ragan. Keyingi misolni ko'ramiz. Xo'p. Navbatdagi, demak buni birinchi misol desak, navbatdagi ikkinchi misol bizlarda 1 taqsim n, xo'p, x ni 4 minus n-chisi. Bu ifoda n ning qanday qiymatda, n ning qanday natural qiymatlarda bir xat bo'ladi. Bir xat bo'lishi uchun bunda ham asosiy narsa daraja katta bo'lishi kerak. 1 taqsim n ning ahamiyati yo'q. Ya'ni 4 minus n ni katta yoki teng 0 qilib olsam bo'ladi. Demak, n bo'lishi mumkin bizlarda. N kichik yoki teng 4. Demak, n bo'lishi mumkin 1, 2, 3, 4. 4 gacha bo'lgan natural sonlar 1, 2, 3, 4 bo'la oladi. Bir xat asosan mana shu narsa edi. Xo'p, keyingi mavzumiz bir xat va ko'p xat darajasi. Demak, bir xat va ko'p xat darajasi. Bir xat va ko'p xat darajasi. Xo'p, endi nima qilamiz? Bir xat va ko'p xat darajasi. Demak, bir xat darajasida bir xat tarkibidagi eng yuqori darajaga bir xatning darajasi deyiladi. Bir xat darajasi deb bir xatning darajalari qo'shib chiqilgandagi, o'sha harflarni asosan qo'shib chiqilgandagi eng yuqori darajaga aytiladi. Xo'p, bu qanday? Ya'ni, masalan, a ni n-chisi ko'paygan b ni m-chisi bizada bir xat bo'lsa, bu bir xatning darajasi n plus m bo'ladi. Darajalar qo'shilishi kerak. Masalan, a kvadrat b kub bo'lsa, bu bir xat darajasi 5-darajali bir xat hisoblanadi. Ikkinchi, x kub y 7. Demak, bu bir xat darajasi 10-darajali bir xat hisoblanar ekan. Xo'p, uchinchi, mana bu holat ko'pchilikda xato qilishni majbur qiladi. 2 ni 3-chisi x5 va y2. Demak, bu yerda ko'pchilik darajani hammasini qo'shadi. Ya'ni 3 ni, 2 ni 3-chisini ham qo'shadi, yo'q. Asosan harflarga qaraladi. Harflar darajasi inobatga olinadi. Demak, 5 ga 2 ni qo'shamiz, bu 7-darajali. Mana bu oldidagi 2 ni 3-chisini hech qanaqa ahamiyati yo'q. Demak, bu daraja 7-darajali bir xat bo'lar ekan. Navbatdagi 4-misol qaranglar, murakkabroq misol ko'ramiz.
X ni 2n'inchisi ko'paygan o'sha y ni 3-chisi va z ni n'inchisi deyilgan. Bir xadning darajasi berilgan bizlarga. Bir xadning darajasi 15 ga teng. Bo'lsa n ni toping deyapti. Demak, darajalarni qo'shib olamiz. 2n plus 3 plus n teng 15. Ya'ni hamma yuqoridagi darajalarni qo'shganimizda 2n, 3 va n yig'indisi bo'lgani uchun 15 ga teng bo'lishi kerak. Bu yerda 3n plus 3 teng 15. 3n tenglama qilib ichadigan bo'lsak 12, n 4 ga teng bo'ladi. Hammaga tushunarli bo'ldi. Mana bu 3 ni bu yoqqa o'tkazib oldim. N 4 ga teng. Ya'ni x ni 8-chisi, y ni 3-chisi, z ni 4-chisi bo'lsa, bu bir xat darajasi 15 ga teng bo'ladi. Tushunarli, a? Bir xat darajasi mana shunaqa aniqlanadi. Ya'ni bir xat tarkibidagi harflarning darajalari nima qilinishi kerak? Qo'shib chiqilishi kerak. Xo'p, keyingisi ko'p xat darajasi. Davom etamiz. Ko'p xat darajasi. Xo'p, ko'p xat darajasi nima? O'zi ko'p xat nima? Ko'p xat bu bir nechta bir xatlardan tuzilgan algebrik ifoda. Masalan, biza ko'p xatni qandaydir px bilan yoki qx bilan berishimiz mumkin. Px oladigan bo'lsak, ya'ni px degani bu x ga bog'langan ko'p xat. 2x kvadrat plus 3x minus 5 bo'lsin. Xo'p, bu ko'p xat 3 ta bir xatdan tashkil topgan. 2x kvadratdan, 3x dan va minus 5 dan. Ya'ni bu ozod son. Shu yerdagi eng yuqori darajaga qaraymiz. Eng yuqori daraja bu 2, ya'ni x ni kvadrati. Demak, bu ko'p xat darajasi ham 2 ga teng bo'lar ekan. Tushunarli-a? Ko'p xat tarkibidagi eng yuqori daraja ko'p xatning darajasi hisoblanadi. Navbatdagi misolni ko'ramiz. Px barobar. Xo'p, x6 minus 4x kub plus 3x kvadrat minus 2x plus 5. Demak, bu ko'p xatning darajasi, ko'p xat tarkibidagi eng yuqori daraja bizga 6, ya'ni mana 1, 2, 3, 4, 5 ta bir xat berilgan. Har bir xat darajasi buniki 6, buniki 3, buniki 2, buniki 1, buniki 0. Mana bir xat darajalarini yozib chiqdim. Demak, shularning ichida eng kattasi 6. Mana shu 6, mana shu 6. Ko'p xatning darajasi bo'ladi. Ko'p xat o'sha darajasi deb ko'p xat tarkibidagi bir xatlarning eng yuqori darajasiga aytiladi. Tushunarli bo'ldimi bu narsa ham? Ko'p xat darajasi. Xo'p, endi murakkabroq misol ko'ramiz. Masalan, mana bu misolga qaranglar. Xo'p, p x y, ya'ni ikkitali berilgan. 5x kub y minus 3x kvadrat y 7 plus y ning 4-darajasi. Bu ko'p xatning darajasini aniqlashimiz kerak. Xo'p, demak 3 ta bir xatdan tashkil topgan. Har bir xat darajasini pastki qismga yozib chiqaman. Demak, birinchi bir xatimiz darajasi x kub bilan y bo'lgani uchun y ning birinchisi bu 4-darajali bo'ladi. Xo'p, keyingi bir xatimiz minus 3x kvadrat y 7. Buni darajasi 9-darajali bo'ladi. Mana bu 2 va 7 qo'shiladi. Xo'p, keyingisi yana 4-darajali, chunki y 4 kelyapti. E'tibor bersangizlar, bu yerda eng yuqori daraja 9 bo'lgani uchun bu 9-darajali ko'p xat bo'ladi. Tushunarlimi? 9-darajali ko'p xat. Milliy sertifikat darajasidagi misolni ko'ramiz, ozgina murakkabroq. Xo'p, demak px ko'p xat berilgan. E'tibor qilinglar. x8 plus x kub minus x plus 2 va ko'paytiramiz x minus 2 ning 4-darajasi. Demak, bu ko'p xat darajasini aniqlashimiz kerak. Buni hozir, mayli, shuni 4 emas, 5 qilaylik, ozgina murakkabroq bo'lsin. Xo'p, buni hozir ochib chiqib ko'paytirish ancha vaqt olib qoladi. Har bir qavsdagi eng yuqori darajani hisoblaymiz. Ya'ni bu yerda eng yuqori daraja mana bu x8 da bo'ladi. Bu yerda eng yuqori daraja x5 bo'ladi. x8 ni x5 ga ko'paytirganimda ko'p xat tarkibidagi eng yuqori daraja hosil bo'ladi. Ya'ni x ni 13-chisi. Demak, bu ko'p xatning darajasi 13 ga teng ekan.
Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni x8 ni mana xadma-xad ko'paytirganda mana bu yerda x5 hosil bo'ladi. x8 ni x5 ga ko'paytirsak, x ni 13-si hosil bo'ladi. Shu uchun 13-darajali ko'pxat hisoblanadi. Ko'pxat darajasini mana shu formula orqali bajarsak, topsak bo'ladi. Mana shu misollar orqali bemalol tushunib olsangizlar bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Ko'pxat o'zini davom etamiz. Bizlarda ko'pxatning ozod hadini topish. Xo'p, bu unaqa murakkab narsa emas. Demak, ko'pxatning ozod hadini topish. Ko'pxatning 3-qismga keldik. Rejadagi ozod hadini topish. Ozod hadini topish agar u mavjud bo'lsa. Xo'p, o'zi ozod had degani nima degani? Ozod had degani bu son, ya'ni faqat sonni o'zi kelishi. Masalan, bitta ko'pxat yozamiz. Px barobar 5x kvadrat minus 3x plus 2. Mana shu ko'pxatning ozod hadi 2 ga teng. Ya'ni ozod had degani x harfi yo'q bo'lgan koeffitsient. Bu bizlarda ko'pxatning ozod hadini ifodalaydi. Buni qanday topamiz? Formulasi bor. Ya'ni ko'pxatning ozod hadini topish uchun P0 ni hisoblashimiz kerak. Demak, buni mana berar ekan, ozod hadini topish. Ozod hadini topish. Mana bu hozirgi misoldagiga o'xshagan bo'lsa juda oson edi. Endi mana bu misolga qaranglar. Px barobar x kvadrat minus x plus 1 ko'paytiramiz. Xo'p, 3x kvadrat minus 5. Bu ko'pxatni ozod hadini topishimiz kerak. Demak, ozod hadini topish uchun P0 ni hisoblasak yetarli. P0 barobar 0 ni kvadrati 0 minus 0 plus 1 ko'paytiramiz. 3 ni 0 ga ko'paytirsak 0 minus 5. Demak, hisoblab oladigan bo'lsak, birinchi havas 1 ko'paytiramiz minus 5. Ozod hadi minus 5 ga teng ekan. P0 ni topsangizlar bo'ldi. Demak, buni mana berar ekan minus 5 ni. Keyingi narsa ko'pxatning ozod hadini topish. P0 o'zlaringiz uchun belgilab qo'yinglar. Mana shu formula orqali ko'pxatning ozod hadi topiladi. Xo'p, keyingisi ko'pxatning koeffitsiyentlar yig'indisini topish. Ko'pxatning koeffitsiyentlar yig'indisini topish. Yig'indisini topish. Demak, bu nima? Bitta ko'pxat ko'raylik. Px teng, ma'nosini tushuntiraman oldin. 2x kub minus 3x kvadrat plus 7x plus 6. Koeffitsient degani bu harf oldida turgan sonlar. Ya'ni x kubi oldidagi 2 va xo'p, minus 3 o'shalarni qo'shib chiqishimiz kerak. 2 plus minus 3 qo'shamiz 7 plus 6. Mana shularni hisoblash ozod koeffitsiyentlar yig'indisini hisoblash bo'ladi. 2 minus 3 minus 1 minus 1 ga 7 6 6 ga 6 12 hosil bo'lar ekan. Bu o'sha bizlar biladigan, ya'ni qarab turib topadigan usuli. Endi bunda ham formula bor. P1 ni topishimiz kerak. Yuqoridan yozaman. P1 ozod hadi P0 bo'lgan bo'lsa, bu P1 koeffitsiyentlar yig'indisi. Demak, koeffitsiyentlar yig'indisini topish uchun P1 ni, ya'ni x ni o'rniga 1 ni qo'yib olishimiz kerak. Esdan chiqmasin. P1 koeffitsiyentlar yig'indisi. Navbatdagi misolni ko'ramiz. Masalan, Px barobar 2x minus 1 ning 5-darajasi ko'paytiramiz x minus 3 ning 5-darajasi. Shuni koeffitsiyentlar yig'indisini topishimiz kerak. Demak, koeffitsiyentlar yig'indisini topishimiz uchun P1 ni hisoblasak bo'ldi. Bu degani x lar o'rniga 1 ni qo'yishimiz kerak. 2 ko'paygan 1 minus 1 ning 5-darajasi ko'paytiramiz 1 minus 3 ning 5-darajasi. Hisoblab olsak 2 dan 1 ayirsak 1 ni 5-si 1 bo'ladi. Ko'paytiramiz minus 2 ni 5-si
minus 32 hosil bo'ladi. Birni minus 32 ga ko'paytirsak minus 2. Demak, yuqoridagi ko'p hadning koeffitsiyentlar yig'indisi minus 32 ga teng bo'lar ekan. Mana shu ko'p hadning koeffitsiyentlar yig'indisi minus 32 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingi narsa bizlarda koeffitsiyentlar yig'indisi. Xo'p, undan keyingi narsa juft darajalar oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisi va toq darajalar oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisi. Demak, juft va toq darajalar oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisi. Koeffitsiyentlar yig'indisi. Bu uchun ham ikkita formula yozaman. Ya'ni juft darajali bo'lish uchun eslab qolamiz. Juft darajali bo'lish uchun yozib olsanglar ham bo'ladi. P1 plus P minus 1 taqsim 2 ni hisoblashingiz kerak. Agar sizlardan toq darajali so'ralsa, ya'ni toq darajali koeffitsiyentlar yig'indisi so'ralsa, P1 xuddi shuni minusligi. P minus 1 taqsim 2 ni hisoblashingiz kerak. Hozir misolda ko'ramiz. Demak, ikkita formula. Masalan, misol qayla Px barobar 7x4 minus 3x kub plus 5x kvadrat minus 2x plus 2. Demak, juft darajali koeffitsiyentlar yig'indisi. P1 ni topishimiz kerak. P1 ni topsak 7 minus 3 plus 5 minus 2 plus 2 hosil bo'ladi. Demak, qisqartirib oladigan bo'lsak 9. Endi P minus 1 ni hisoblaymiz. P minus 1 7 plus 3 plus 5 plus 2 plus 2. Bizlarda hisoblab oladigan bo'lsak 10, 15, 19 hosil bo'lar ekan. Demak, juft darajali koeffitsiyentlar yig'indisini topadigan bo'lsak, bizlarda nima hosil bo'ladi? Qayla. P1 plus P minus 1 o'rniga qo'yaman. Bitada. Ya'ni 9 plus 19 taqsim 2 teng bo'lyapti bizlarda 14 ga. Haqiqatdan ham 14 chiqadi. Nimaga? Juft darajali degani mana bu 7 olinadi, chunki x ni 4-chisi. 5 olinadi va mana bu 2 olinadi. 7 ga 5 qo'shamiz 12, 12 ga 2 ni qo'shamiz 14. Mana juft darajalar oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisi 14 ga teng chiqdi. Endi toq darajali koeffitsiyentlar oldidagi yig'indisi minus 5 chiqishi kerak. Nimaga? Nimaga? Chunki minus 3 va minus 2 olinadi, chunki shularning yonida x da toq darajalar turibdi. Hisoblaymiz. Formula qanaqa edi? P1 minus P minus 1 taqsim 2 formula bilan hisoblanar edi. Demak, o'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsak, P1 9. Xo'p, toq darajalar oldidagi, mana bu bo'lib olamiz o'rtadan. P1 9 minus 19 taqsim 2 mana. Minus 5 ga teng chiqadi. Minus 5 ni mana bu yuqorida ham ko'rsatdim. Minus 3 va minus 2 dan hosil bo'ladi. Navbatdagi misol. Xo'p, bizda Px berilgan, yana juft darajali koeffitsiyentlar yig'indisini topishimiz kerak ekan. Px berilgan. 3x minus 2 ni 4-chisi plus x ni 4-chisi minus 5x plus 12. Alohida topib olaman. Demak, P1 ni topadigan bo'lsam nima bo'ladi? 1 ni qo'ysak 3 kara 1 3, 2 narsak 1, 1 ni 4-chisi 1 bo'ladi. Plus 1 minus 5 plus 12. Hisoblab oladigan bo'lsak, 1 ni qo'yganimizda javob 9 chiqar ekan. Endi P minus 1 ni hisoblashim kerak. P minus 1. 3 ko'paygan minus 1. Minus 3 bo'ladi. Minus 3, minus 2, minus 5. Minus 5 ni 4-chi darajasi 625. Plus 1. Plus 5. Plus 10. 12. Teng 630, 631 va 643 hosil bo'lar ekan. Formulamiz bizlarda P1 plus P minus 1
taqsim 2 edi. Chunki shartda juft darajali koeffitsiyentlar oldida yig'indisi. Qo'shamiz 9 plus 643 taqsim 2. Hisoblab oladigan bo'lsak, 652 taqsim 2 bu 326 ga teng bo'lar ekan. Yuqoridagi misolni juft darajali koeffitsiyentlar oldidagi yig'indisi 326 ga teng bo'lar ekan. Tushunarlimi? Xo'p, demak, bu yerda mana ko'p xatni bo'lganda o'sha ya'ni juft darajali koeffitsiyentlar yig'indisini topish mana shu formula orqali beriladi. Xo'p, keyingisi toq darajali oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisini topish bo'yicha ham bitta misol ko'rsak yaxshi bo'lardi. Iloji boricha murakkabroqni ko'rsatishga harakat qilaman sizlarga. Xo'p, toq darajali koeffitsiyentlar yig'indisini toping deyapti. 3-misol deb qaraylik. Demak, 3-misol px ko'p xat berilgan. Px teng x kvadrat minus 2x plus 2 va ko'paytiramiz x kvadrat yuqori daraja yozing x4 minus 3x plus 1. Bunda toq darajali koeffitsiyentlar oldidagi yig'indisini toping deyapti. Biza P1 ni aniqlab olamiz. P1 nimaga teng? Demak, 1 minus 2 plus 2. Ko'paytiramiz. 1 minus 3 plus 1. Hisoblab olsak. 2 bilan 2 qisqaradi, 1 qoladi. Bu yerda minus 1. Minus 1 chiqar ekan. P minus 1 ni hisoblaymiz. P minus 1 ni hisoblaydigan bo'lsak. 1 plus 2 plus 2 va 1 plus 3 plus 1. Hosil bo'ladi bizlarda 5 va 5. 25. Demak, P minus 1 25 ga teng chiqdi. Bizlarda formula toq daraja bo'lganda P1 minus P minus 1 taqsim 2 edi. Kechirasizlar, P1 minus 1 ga P minus 1 minus 25 ga teng. Minus bo'lamiz 2 ga. Minus 26 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, minus 13 ga teng chiqar ekan. Demak, bizlarda toq darajali koeffitsiyentlar yig'indisi minus 13 ga teng chiqdi. Xo'p, demak, keyingi misol, keyingi mavzu ko'p xatlarni bo'lish, ko'p xatni ko'p xatga bo'lish ko'rinishida ham qilsak bo'ladi. Xo'p, ko'p xatni bo'lgandek qoldiqni topish. Mana bunaqa misol bor. Masalan, ikkita ko'p xat beradi. Demak, ko'p xatlarni bo'lish deb yozib qo'yaylik. Oxirgi bob ko'p xatlarni bo'lish. Bunda asosan nimalarga e'tibor beramiz? Xo'p, birinchi ko'p xatlarni bo'lishda nimaga e'tibor beriladi? Diqqat bilan qarab oling. Masalan, px berilgan bo'ladi. Qandaydir xo'p, x4 minus x kub plus x kvadrat plus 4x plus 2. Shu ko'p xatni qx teng x plus 2 ko'p xatga bo'lgandagi qoldiqni toping. Ya'ni px ni bo'lishimiz kerak qx ga. Shunda qandaydir javob va qoldiq chiqadi. Bizdan mana shu qoldiqni so'raydi. Bu uchun nima qilamiz? Bu uchun qilishimiz kerak bo'lgan narsa qx ni 0 ga tenglashtiramiz. Ya'ni x plus 2 ni teng 0 qilib olamiz. Bundan x topib olsak minus 2. Ana endi olib kelib mana shu minus 2 ni px ga olib kelib qo'yamiz. Ya'ni bizlar p minus 2 ni topib olsak, o'shani o'zi yetarli. P minus 2 ni topsak, minus 2 ni 4-chisi, minus 2 ni kubi, plus minus 2 ni kvadrati, plus 4 ko'paygan minus 2 va plus 2. Hisoblaydigan bo'lsak, 16 plus 8 minus, demak, plus 4 minus 8 plus 2 hosil bo'lar ekan. 8 lar qisqaradigan bo'lsa, javob 22. Ixtiyoriy misolda px ni qx ga bo'lganda qoldiqni toping deydigan bo'lsa, qx ni ikkinchi ko'p xatni 0 ga tenglashtiramiz va nima qilamiz? X ni topib o'rniga olib kelib qo'yishimiz kerak. Demak, bu birinchi misol edi bizlarda. Ikkinchi misolni ko'radigan bo'lsak, ikkinchi misol bizlarda px berilgan. Px barobar 3x minus 2 ning 7-chisi
2x minus 3'ning ekan. Demak, 2x minus 3'ning 7-si plus 8x kub plus 4x kvadrat plus 6x minus 2 ni 2x minus 1 ga mana shuni bo'lgandagi qoldig'ini toping deyapti. Demak, bizlar mana bu 2x minus 1 ga bo'lyapmizmi? O'sha bo'luvchini 0 ga tenglashtirishimiz kerak. 2x minus 1 teng 0. Bu yerdan x topa oladigan bo'lsak, 2x teng 1, x barobar 1 taqsim 2 hosil bo'lar ekan. Demak, 1 taqsim 2 ni olib kelib o'rniga qo'yishimiz kerak. Ya'ni p 1 taqsim 2 ni hisoblashimiz kerak. 2 ni 1 taqsim 2 ga ko'paytirsak, hosil bo'ladi bizlarda 1 minus 3 darajasida 7. Plus 8 ko'paygan 1 taqsim 2 ni kubi 1 taqsim 8. Plus 4 ko'paygan 1 taqsim 2 ni kvadrati 1 taqsim 4. Mana olib kelib qo'yganman x'lar mana shu x kubga, x kvadratga. Plus 6 ko'paytiramiz 1 taqsim 2 minus 2. Har bir x ning joyiga 1 taqsim 2 ni olib kelib qo'ydim. Demak, 2x minus 3 ni 7-si bizlarda minus 2 ni 7-si minus 128 plus 1 plus 1 plus 3 va minus 2 hosil bo'ldi. Minus 2 bilan 2 ta plus 1 qisqarib ketadigan bo'lsa, minus 128 plus 3 minus 125 ga teng bo'lar ekan. Demak, ko'p xatga bo'lganda mana shu formula orqali ifodalasak bo'ladi. Xo'p, keyingi misolni qaranglar, ozgina murakkablashtiraman. Demak, qaranglar, endi ko'p xatning ko'p xatga bo'linishi berilgan. Ya'ni px barobar x4 plus x kub minus 3x kvadrat plus ax plus 8 ko'p xat a ning qanday qiymatida x minus 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Ya'ni 0 chiqadi. Bu degani mana shuni x minus 2 ga bo'ladigan bo'lsak, qoldiq 0 chiqishi kerak. Demak, boya o'rgatganimdek x minus 2 ni 0 ga tenglashtiramiz. X teng 2. Ya'ni 2 ga bo'lgandagi qoldiq 0 chiqishi kerak. Bu degani P2, ya'ni 2 ni olib kelib x ga qo'yadigan bo'lsak, 0 ga teng bo'lishi kerak. Hisoblab olamiz. 2 ning 4-si 16 plus 2 ni kubi 8 minus 3 kara 4 12 bo'ladi. Plus 2a plus 8 teng 0. Shu tenglamani yechish o'zi yetarli. Demak, topa oladigan bo'lsak 2a teng 16 24 12 20 minus 20 hosil bo'lar ekan. A ni topib olsak minus 10. Agar a minus 10 bo'lganda edi, yuqoridagi mana bu ko'p xatga qoldiqsiz bo'linar edi. Misol tushunarli bo'ldimi? 3-misol tushunarli bo'ldimi? Xo'p, misol tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misol bizlarda yana ozgina murakkabroq bo'lgan misol ko'ramiz sizlar bilan. Ya'ni px ko'p xatni beradi va x ga bog'liq murakkablik bajarilganda qanday topiladi, o'shani ko'ramiz. Masalan, misol uchun navbatdagi misol. Xo'p, bizlarda px barobar 2x kvadrat minus 3x plus 1 berilgan. Bizlardan so'raydi, px plus 1 ni toping. Demak, px ko'p xatni beradi va px plus 1 ni topishimiz kerak. Bu uchun nima qilamiz? Bu uchun px plus 1 degani bu yuqoridagi x larni joyiga mana bu x plus 1 ni olib kelib qo'yish. Ya'ni px emas, px plus 1. Demak, px plus 1 teng 2 ko'paytiramiz x plus 1 ning kvadrati. Mana x ning emas, endi x plus 1 ning kvadrati bo'ladi. Minus 3 ko'paytiramiz x emas, x plus 1 bo'ladi. Plus 1. Shunda bizlar px plus 1 ni topamiz. Ochib chiqib soddalashtirishimiz kerak. 2 x kvadrat plus 2 x plus 1 minus 3 x plus 1 va plus 1 hosil bo'ladi. Demak, ochib chiqadigan bo'lsa 2x kvadrat plus 4x plus 2 minus 3x minus 3 plus 1.
Soddalashtirib oladigan bo'lsak, demak 2x kvadrat plus x bo'lib qolar ekan. Ya'ni mana bu 3 bilan 1 hammasi chiqarib ketadigan bo'lsa, 2x kvadrat plus x hosil bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Misol. Xo'p, navbatdagi misolni ko'ramiz. Milliy sertifikat darajasidagi misol, demak, milliy sertifikat darajasidagi misol. Px ko'p xat deyapti. Px ko'p xat. X minus 2 ni kubi plus x kvadrat minus 3x plus a ko'p xatning ozod xadi 4 ga teng. Ya'ni ozod xat deganim bu P0 4 ga teng ekan. A ni topishimiz kerak. Demak, P0 4 ga teng bo'lsa, x o'rniga 0 ni qo'yib chiqamiz. 0 ni qo'yadigan bo'lsak, 0 minus 2 ning kubi plus 0 minus 3 ko'paytirilgan 0 plus a teng 4. Ya'ni P0 4 ga teng. P0 deganimiz mana shu. Demak, hosil bo'ladi bizlarda bu. Minus 8 plus a teng 4. A ni topib oladigan bo'lsak, bu tenglamadan a ni topadigan bo'lsak, a teng 4 plus 8. 12 degan javob chiqar ekan. Tushunarli bo'ldimi mavzu? Ko'p xat mavzusiga doir asosan shunaqa misollar mavjud. Endi bundan murakkab misollarni ham ko'rsak bo'ladi. Px ni berib Px plus 1 ni so'rashi mumkin yoki Px plus 2 ni so'rashi mumkin, Px plus 3 ni. Asosan mana shunaqa misollarni ko'rib chiqsak bo'ladi. Bugungi mavzumiz xo'p, tugadi shu yerda, chunki menimcha yetarlicha sizlarga o'rgandingizlar. Endi milliy sertifikat imtihon savollarida ham ko'p xatga doir misollar ko'p tushgan. Nimaga? Chunki milliy sertifikat o'zi imtihonda bo'ladi, ko'p xatga doir misollar. Shuning uchun hozirgi imtihonlarda tushyapti. Px, Qx endi unda asosan 2 ta 3 talik ko'p xatlar beriladi. Misollar hali bunga doir ham ko'rib chiqamiz. Milliy sertifikat bo'yicha ham playlist ochib, uni ham to'ldirib borishga harakat qilaman. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, yaqinlaringizga yuborib qo'yasizlar. Charchamanglar, keyingi darsda sizlar bilan yangi mavzuni ko'rib chiqamiz. Izohlarda qaysi mavzu sizni qiynasa yozib yuborsangiz, o'shanga doir ham, o'sha aynan sizlar xohlagan mavzuga doir ham misollarni ko'rib chiqsak bo'ladi.